Mana shu Studentskiy вечерниyniki. Вечерний kirgan bolaga migratsionni cho'zib berishdi. Migratsionnisini tak 25-noyabrda kirib keldi. 25-noyabrda kirib keldi. Уже cho'zib berishdi. 1 yilga. Orqasiga pechat bo'ldi. Vatani pechati 1-sentyabrgacha 26-yilgacha. Hozir borib registratsiya qilib keldi yashash joyiga. Kechqurun o'qish, kunduz ish bilan yuraveradi. Aytmoqchi bo'lgan narsam, zaochniy bilan вечернийni ko'pchilik adashtiradi-da. Zaochniy qilsam Studentskiy bilan yuraman deydi. Вечерний bo'lishi kerak. Libo onlayn varianti, libo offlayn varianti. Bu boradiganiga kirgan. Tak, offlayn variantiga вечернийni menejmentiga bo'libdi. Management вечерний. Haftaga 2 marta, 3 marta darsga boradi. Bir xilida onlayn bo'lib turadi, bir xilida offlayn. Migratsionni cho'zilgan 1 yilga. Studentskiy bilan yurish mana shunaqa bo'ladi. Kontraktda 1 yilga 90 ming. Endi buni случайda, bunisi ko'p, 72 mingligi bor, tam 80 mingligi bor, 150 mingligi bor, har xil bo'lishi mumkin. Imенно bu bolaning случайda 90 minglik 1 yilga 45 mingdan bo'lib to'laydi. Haftada 2-3 marta dars kechqurun, haftada 1 marta onlayn bo'ladi. Qolgan paytda o'zini ishi bilan yuraveradi. Ishlab o'qib yursa bo'ladi, kстати. Libo очныйda, libo вечернийda Studentskiy bilan yurish mana shunaqa bo'ladi. Kстати, bu bola kirgan именно Zafarbek Rozmetov Zafarbek kirgan universitetga esa Rozmetov Zafarbek kirgan universitetda общежитие ham beradi вечернийlarga, hech qayerda общежитие bermaydi вечернийlarga, именно bularnikida kiradi. Bularnikida beradi. Kiraman desanglar, mana keyingi yil uchun qabul ochildi. Studentskiy, migratsionniy migrant emas, student bo'lib yuradi. Sog' bo'linglar.